Assalomu alaykum, men Qodirov Abdulbosit, oliy toifadagi urolog, androlog, reproduktolog mutaxassisiman va ko'pgina holatlarda mana bir suhbatda bo'ladigan bo'lsak, erkaklar salomatligi to'g'risida nihoyatda ko'p savollar bo'ladi va shunga asoslangan holatda erkaklar salomatligiga bag'ishlangan mavzular haqida suhbat olib borishni ma'qul topdik. Bugungi suhbatlashadigan mavzuyimiz nihoyatda qiziq mavzulardan biri. Bu jinsiy ojizlik mavzusi. Ya'ni o'sha erkaklardagi jinsiy faoliyatning buzilishi, erektil disfunksiya deb ataladi. Bu nihoyatda ko'p ko'tariladigan mavzu va bu jinsiy faoliyat to'g'risidagi suhbat bu erkaklar yig'ini bo'ladimi yoki ayollar yig'ini bo'ladimi, baribir davom etadigan mavzulardan biri va buni asosiy mavzusidan biri bu erkaklarda uchrayotgan shu jinsiy ojizlik holati. Jinsiy ojizlik holatini keltirib chiqaruvchi sabablar nihoyatda ko'p. Bu jinsiy ojizlikni o'zini ham turi nihoyatda ko'p. Bu aytaylik psixogen, ya'ni bu o'sha ruhiy kechirmalar bilan bog'liq bo'lgan holatlar, organik holatlar, ya'ni bu surunkali kasalliklar bo'ladimi, bu yurak qon tomir kasalliklari yoki qandli diabet bo'ladimi va struktur buzilishlar, ya'ni tuzilishini, jinsiy a'zolardagi tuzilishning buzilishi, bu turli jarohatlar yoki o'sha jarrohlik amaliyotlaridan keyingi kelib chiqadigan holatlar bo'ladimi yoki turli dori darmonlarni qabul qilish natijasida kelib chiqadigan jinsiy ojizlik holatlari bo'lishi mumkin. Semizlik holatlari ham, kam harakatli holatlari ham bu albatta insonni, erkaklarni, umuman inson salomatligiga salbiy ta'sir qiladi, ammo erkaklarda nafaqat uni boshqa sistemalar, balki shu jinsiy faoliyatini buzilishiga bevosita sabab bo'ladi. Endi ma'lumki jinsiy ojizlik nafaqat insonni o'zini hayotini sifat darajasiga ta'sir qilishi, uni o'zini oldidagi o'zini hurmatini yo'qotib borishi bilan birgalikda bu oilada ham muammolarni keltirib chiqaradigan bir katta sabablardan biri. Buni diagnostikasi, ya'ni shifokorga borish bormasligini 5 tagina savollari mavjud. Ya'ni buni MEF savollari deb atalgan va bu butun dunyo standartlariga kiradi. Va shu 5 ta savollarga javob bersangiz, o'zingizga baho berishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu savollardan biri o'z jinsiy faoliyatingizga ishonchingiz bormi? Ya'ni bizda o'sha jinsiy faoliyat, jinsiy yetishmovchilik haqida xavotir sindromi degan, ya'ni sindrom тревожного ожидания сексуальной неудачи deydi. Bizning kitoblarimizda ko'p. Ya'ni shunday xavotirli, hozir menda bir fiasko holati bo'lib qoladi, jinsiy aloqa qila olmay qolaman, uyalib qolaman degan xavotir bormi, yo'qmi? Mana bu birinchi savol. Ikkinchisi, jinsiy faoliyatni boshlash uchun sizdagi jinsiy a'zoni junbushga kelishi, ya'ni ereksiya yetarlimi, yetarli emasmi? Uchinchi savol, jinsiy faoliyat davomida shu ereksiya holati o'zini ushlab turaladimi yoki ereksiya holati jinsiy faoliyat davomida hali tamom bo'lmasdan yo'qolib boradimi yoki susayib qoladimi? Bunday holatlar ham ko'p uchraydi. Mana bu uchinchi savolimiz. To'rtinchisi, jinsiy yaqinlik davomida ereksiya jinsiy faoliyatni, ya'ni jinsiy yaqinlikni oxirigacha olib borishga yetadimi, yo'qmi? Va buni 5-savolimiz, o'zingizni jinsiy faoliyatingizdan o'zingiz mamnunmisiz yoki o'zingizni qoniqtiradimi, yo'qmi? Shulardan bittasiga qoniqarli javob bera olmayotgan bo'lsangiz, albatta androlog, seksolog mutaxassislariga murojaat qilishingiz muhim bo'ladi, chunki jinsiy faoliyatni buzilishi shunday holatki, bu qanchalik kech murojaat qilinadigan bo'lsa, bu shunchalik kuchayib boraveradi. Bunga endi psixogen faktorlar qo'shilishni boshlaydi, unga boshqa holatlar qo'shilib boshlaydi va insonni hayotini sifat darajasi pasayib borayotganligini o'zi sezib boradi. Jinsiy faoliyat erkaklarda to umrini oxirigacha davom etishi kerak. Buni isbotlaridan biri, agar biz o'zimizni yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, bizani o'sha otalarni ulug' yoshda bo'lganligini ko'p insonlarni eshitamiz. Mani otam, men tug'ilganimda 70 ta bo'lganlar,
yuzda o'tib ketdilar, akalarim menga keyin qarashgan degan ma'nolar bor, yoki mani to'ylarimni ham qilganlar degan ma'nolari bor. Nimaga? Chunki umumiy olganda insonni, erkak kishini tabiatida, uni o'sha irsiyatida uzoq yillar programmalashtirilgan. Va xuddi shunday jinsiy faoliyat ham. Chunki jinsiy faoliyat, erkaklardagi jinsiy faoliyat uni umumiy organizmini holatini bizga ko'rsatib beradi. Jinsiy a'zodagi qon tomirlarini ingichkaligi uni yurak tizimidagi, ko'z tizimidagi, miya tizimidagi qon tomirlariga nisbatan ancha ingichkaligi undagi bo'layotgan o'zgarishlar, ya'ni jinsiy faoliyatni kelib chiqqan erektil disfunksiya holatini kelayotganligi bu ertaga, indinga shu tizimlarda ma'lum bir kasalliklarni kelib chiqishini imkoniyatini beradi. Endi xo'sh, mana bunday holatlarda nima qilish kerak? Endi ko'p holatlarda biz eshitamizki, endi yosh o'tgandan keyin endi nimani qilasan, endi yoshimiz katta bo'lib qoldi deb, hatto navqiron yoshdagi 50-60 yoshdagi erkaklarda ham shu gaplarni go'yo eshitamiz. Yoki qandli diabet menda bor, qandli diabetda hammada jinsiy ojizlik bo'lar ekan, endi shu impotensiya holati bo'lib qolar ekan. Bugungi kunda jinsiy faoliyatdagi buzilishlarini, ya'ni erektil disfunksiyani buzilishini davolashni barcha uslublari mavjud. Ya'ni o'sha erkaklarga kerak bo'lgan shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni jinsiy faoliyatning buzilishi, bu erektil disfunksiya bo'lsin yoki o'sha davomiyligini qisqarib qolishi bo'lishi mumkin. Turli davolash imkoniyatlariga egamiz va buni oddiy usullardan tortib, hatto jarrohlik usullari ham bugungi kunda yo'lga qo'yilgan. Ammo qanchalik buni oldini olishga harakat qiladigan bo'lsak, biz og'ir davolash, kuchli inson uchun aytaylik noxush bo'lgan davolash choralariga murojaat qilishga majbur bo'lmaymiz va men erkaklarga shunday murojaat qilardimki, hozir biz 5 savol to'g'risida gapirib o'tdik. Birorta shu savollardan birortasida sizda javob berishga yoki ishonchli javob berishga tortinayotgan bo'lsangiz, albatta mutaxassislarga murojaat qiling.